2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longusu futbol müsabakasında qaysi komanda çempiyon bulup dünya futbol sahasının çok kısa çıkar. Nopozluk organ OPTA'nın bu perziga qarab baqsanızlar bunu bilaleysiz. Bu ketibki müsabakada çempionlukka eriş ihtimali bar bo'lgan 9. komanda Norvegiya komandasi bulup çempiyon buluş ihtimali 2,3%. Halat başçılığındaki bu komanda oldin tanlash müsabakasida to'liq kutishda katta natija bilan yana bu müsabaka maydoniga yetib keldi. Oradan 28 yil o'tgandan keyin bu Viking dengizi boturlari yana bir qatam dunyoni hayron qoldirishga boshladi. Bu qatamqi müsabakada chempionlikka erish ehtimoliga bar bo'lgan 8 komanda Gollandiya komandasi bo'lib, chempionlikka erish ehtimoliga 5,2%. Hacisiz Padişah'ın çempiyon buluşga irada qilganligi anlamoqqa sal kulkulikdek tuyulsa-mu, lekin Memphis Depay'dan iborat bu darajada tashqari hujumchini bo'sh chaqlama. Gerçi Ruben Van Persie ve burunqi dangdar topchilar bo'lmasa-mu, lekin 2024 yildagi Yevropa Longusu futbol musobaqasida ularning yerim hal qilg'uch musobaqaga bo'sib kirib, 10 yildan buyanqi eng yaxshi natijani yaratganligini hargiz unutib qolma. Balki bu qatamqi Gollandiya komandasi rastla mo'jiza yaratib qilishi mumkin. Bu qatamqi musobaqada chempionlikka erish ehtimoliga bar bo'lgan 7 komanda Braziliya komandasi bo'lib, chempionlikka erish ehtimoliga 5,6%. Sanba qo'shini bu qatam Janubiy Amerikadagi oldin tanlash musobaqasida oran 5-o'rinda tura oldi. Ancelotning bosh trenerlikqa o'tirib 8 oy ichida o'ynamagan yerdan Bolivia va Yaponiya komandasiga futurib yetadiganini, Tunis komandasi bilan tanishib qoladiganligini kim o'ylagan? Ularning shallash musobaqaga kelish safari to'liq xatarlik bo'ldi. Bu qatam Braziliya komandasi agar 6-chi qatam chempion bo'lishni o'ylasa, Eqchaq Vinicius'dan boshqa eng chong o'zgarish shuki, odamning ham amroqligini keltiradigan, ham odamni bezor qiladigan Neymarning komandaga qaytib kelishidir. Uning qaytadan cho'ng tizimlikka kirishi to'g'ri tanlashmi yoki xato tanlashmi, buningga hech kim aniq bilmaydi deyolmaydi. U bir bo'lsa qaytadan chaqnaydi, bir bo'lsa tegi yo'q anga tushib ketadi. Bu qatamqi musobaqada chempionlikka erish ehtimoliga bar bo'lgan 6 komanda Portugaliya komandasi bo'lib, chempionlikka erish ehtimoliga 6,6%. Musha arli bo'ladi ekan, Portugaliya komandasi mangu qiziq nuqtaga aylanadi. Qatar Dünya Longusu musobaqasidan keyin Saudiya Arabistonga ketgan Cristiano Ronaldo to'xtamay to'p kirgizishdek natijasi bilan dunyo xalqiga o'zining texniqligini isbotlab berdi. Bu qatamqi Portugaliya komandasining amaliy kuchi intayin qo'rqinchli bo'lib, Ventia, Neves va Mendes Paris Saint-Germain komandasida dam chiqargan. Fernando Silva, Bruno Fernandes va Diaslar bo'lsa, Angliya darajada tashqari klublar birlashmasidagi dangdar topchilar hisoblanadi. Hujum sepidagi Lyo'mi bo'sh mayr emas. Demak, bu komandami har qanday raqibini g'al-g'al titirtalaydi. Lekin 6,6%lik chempion bo'lish ehtimolida Cristiano Ronaldoning jasoratini sal tuvan mo'lchallab qo'ygandek turdi. Bu qatamqi musobaqada chempionlikka erish ehtimoliga bar bo'lgan 5 komanda Germaniya komandasi bo'lib, chempion bo'lish ehtimoliga 7,1%. Hozirgi Germaniya komandasi natijalardan bu yoqqa o'ngsiz holatdan qutulib chiqqan bo'lsa-mu, lekin burunqi yuksak pallaga chiqishiga yana bir mezgil ketishi mumkin. Ter Stegenning eg'ir yarilishi, Toni Kroosning safdan chekinishi bilan bu komandaning burunqi jangovar holatiga savol belgisi qo'yib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin u yanala Germaniya komandasi. Ular maydonga tushsalar, nihoyatda qo'rqinchli bir tankiga aylandi. Keyingi mazmunlarimizga qiziqsangiz, bizni qo'shib olishni unutib qolmang. Yurak berib saqlab oling. Keyingi mazmunimiz texnik sarxar.